Assalomu alaykum. Solutions Elementary Students Book 3rd edition darsligini tahlilini boshlaymiz. Hop. Tim Fala, Paul E. Davis ular tomonidan yaratilgan kitob ekan. 3rd edition Students Book Oxford University Press tomonidan tashkillangan. Demak, tarkibiy qismini ko'rib chiqadigan bo'lsak, introduction bo'lyapti. Introduction, Unit 1, Family and Friends, do'stlar va oila. 2, School Days, maktab kunlari. 3, Style. 4, Food, ovqat. 5, In the City, shaharda. Going Wild. 6, Digital World, raqamli dunyo. 8, Be Active, aktiv bo'ling. 9, Home Sweet Home. Tarkibiy qismlari shundan iborat ekan. Demak, bu kitob to'rttala skillni ham birga olib ketishga qaratilgan. Vocabulary, grammar, listening, grammar. Mana shunday ketilyapti. O'zi mustaqil shug'ullanmoqchi bo'lganlar yoki bu kitobdan mashq bajarayotganlarga foydali bo'lsin degan maqsadda qildim. Xato va kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rayman. Men ham o'zim o'rganyapman, ham kimgadir foydam tegishini xohlayapman. Kimdir ko'rib nimadir o'rgansa xursand bo'laman. Sog' bo'linglar. Demak, boshladik.